Oh, vah, vah, mana piton boshi, kallasi. Ani daladan chiqayotgan ekan, tutib oldim. Tushib qoldim aras. O'rtoqlar aka pitonni tutdilarmi? Piton akani tutdimi? Kommentga yozinglar. Biz o'zi kommentiga ketdi. Ani shaq yo'q bugun. Ilon. Aka ko'ngil uchun qo'rqing, axir ilon degan nomim bor. Ilon. Birat bo'ldimi? Endi boshlayveraymi? Avval kelishinglar kimni tutdi o'zi? Ilon. Dadam menga odamlar sendan qo'rqadi deb aytgandi-ku. O'zbeklar qo'rqmaydi. Akamizni eng oxirgi videosi ekan. Kunuzda yozib chiqishdi. O'sha kundan keyin bu aka bedarak yo'qoldi. Voy! Ilon bloger bo'lish orzu qilganda shekilli indamay. Videoga olayotgan birat. Ilon aka yana 5 minut qo'shib yuboring, pulini beraman. Birozdan so'ng ilon mana bu odamni tutib oldim. Xuan o yerga suv quyayotgan ekan. Piton. Mana kallam birozdan keyin ichak chavog'im ham Piton okaga yetyapti. Mana kallam birozdan keyin ichak chavog'imni ham ko'rasan, maras. Video kelishib olingan 100%.